O'sha kuz oqshomlarining birida hovlimizga boshqacha sukunat cho'kkandi. Bu sukunat oddiy sukunat emasdi. Erim Sardor Rossiyaga ketganiga endigina 3 oy bo'lgandi. Uyda qaynonam, men va qaynotam qolgandik. Qaynotam mahalladagi boshqa chollarga o'xshamasdi. Yoshi 50 dan oshgan bo'lsa-da, har doim tik yuradigan, qimmat atir hidi anqib turadigan erkak edi. U kishining nigohida qandaydir alanga, ayollarni o'ziga rom qiladigan sirli kuch bor edi. Mahalladagi ayollar qaynotam haqida pichirlashib gapirishardi. Yoshligida juda ko'p qizlarning boshini aylantirgan, haqiqiy xotinboz bo'lgan degan gaplar yurardi. Men bu gaplarga avval e'tibor bermadim, chunki u mening qaynotam edi. Lekin erim Sardor ketgach, hammasi o'zgara boshladi. Hammasi oddiy e'tibordan boshlandi. Dastlab bu shunchaki ota va qiz o'rtasidagi munosabatlarga o'xshardi. Lekin qaynotamning munosabati boshqacha edi. U bozor qilganda har doim menga atab nimanidir qo'shib olib kelardi. Ba'zan ro'mol, ba'zan men yoqtiradigan narsalar. Qaynonam sodda, kasalmand ayol bo'lgani uchun ko'pincha xonasidan chiqmasdi. Qaynotam esa bundan ustalik bilan foydalandi. Esimda, yomg'ir sharros quyayotgan kuni bozorga tushishimizga to'g'ri keldi. Qaynotam mashinani boshqarib borar, men orqa o'rindiqda o'tirardim. Oynadan tushayotgan yomg'ir tomchilariga tikilib ketayotgandim. Sardor telefon qilib turibdimi deb so'radi liqlik bilan. Ha, kecha gaplashdik dedim. U yosh, hali hayotni tushunmaydi. Seni bunday yolg'iz tashlab ketish yaxshimas dedi kutilmaganda. Bu gap meni oyga toldirdi. Oz bolasini yomonlayotgandek emas, balki menga achinayotgandek gapirardi. Mashina salonida uning o'tkir atir hidi hukmron edi. O'sha kuni u menga shunchaki kelin sifatida emas, balki ayol sifatida qaragani sezildi. Ko'zgudan ko'zlarimiz to'qnashganda men nigohimni olib qochdim. Kunlar o'tgani sayin bu o'yin yanada chuqurlashdi. Qaynotam o'zining mahoratini ishga solgandi. U kishi ayollar nimalarni yaxshi ko'rishini, qanday so'zlar ularning quloqiga yoqishini juda yaxshi bilardi. Sardor menga aytmagan maqtovlarni otasi aytardi. Bugun choy damlashing o'zgacha, qoling gulda, qizim, derdi u. Choynakni uzatayotib, qo'llarimiz salgina tegib ketganda. O'sha lahza badanim titrab ketdi. Bu qo'rquvmidi yoki boshqa narsa, o'shanda tushunmagandim. Bir kuni kechki ovqat payti qaynonam uxlagani kirib ketdi. Dasturxon atrofida ikkimiz qoldik. Qaynotam choy hoplayotib yoshlikdagi sarguzashtlari haqida gapirib berdi. Uning hikoyalari shunchalik qiziqarli va rang-barang ediki, men beixtiyor tinglab o'tirardim. U o'zini qanday tutishni, suhbatdoshini qanday sehrlashni bilardi. Inson hayotda bir marta yashaydi, dedi ko'zlarimga tikilib. Baxtni uzoqdan izlash kerak emas. Ba'zan baxt yoningda turadi, lekin sen uni ko'rmaysan. Bu so'zlar shunchaki falsafa emasligini ich-ichimdan his qildim. U meni nazarda tutayotgandi. Ortadagi chegara, o'sha ko'rinmas devor qulay boshlagandi. Eng dahshatlisi, men bu e'tiborni kuta boshlaganim edi. Erim Sardorning quruq yaxshimisizlar, pul yetib turibdimi degan gaplari menga yetmay qolgandi. Menga tirik insonning harorati, shirin so'zi, maqtovi kerak edi. Qaynotam esa buni juda noziklik bilan berardi. U hech qachon qo'pol harakat qilmasdi, hammasi juda madaniyatli, juda silliq kechardi. O'sha kuni tug'ilgan kunim edi. Sardor ertalab tabriklab pul jo'natishini aytdi. Kechqurun esa qaynotam uyga kirib keldi-da, stol ustiga kichkina quticha qo'ydi. "Ochib ko'r", dedi u jilmayib. Qutichada tillo taqinchoq bor edi. Men hayron bo'lib qoldim. "Dada, bu juda qimmat-ku", dedim duduqlanib. "Sen dunyodagi eng qimmat narsalarga loyiqsan." Sardor buni tushunmasligi mumkin, lekin men ko'rib turibman. "Sening ko'zlaringdagi dardni ko'tarolmayman", dedi va o'sha on o'rtamizdagi masofa butunlay yo'qoldi. U taqinchoqni taqib qo'yish uchun orqamga otdi. Uning issiq nafasi bo'ynimga urildi. Men joyimda qotib qolgandim. Qo'llari bo'ynimga tekkanda butun vujudim yonib ketgandek bo'ldi.
O'sha lahzada men kelin ekanligimni, u esa qaynotam ekanligini unutdim. Faqat o'sha lahza, o'sha e'tibor bor edi. Bizning munosabatlarimiz so'zsiz bitimga o'xshardi. Hech kim ochiqchasiga sevaman demasdi, lekin har bir qarash, har bir imo-ishora shunga ishora qilardi. U kishi hovlida ishlayotganimda yonimga kelib, yordamlashar, tasodifan yelkamga qo'l qo'yar, men esa bu teginishdan qochmasdim. Aksincha, bu menga qandaydir kuch, ishonch berardi. O'zimni go'zal va kerakli his qilardim. Qaynotamning babnikligi, ayollar psixologiyasini chuqur bilishi mening ojiz nuqtalarimni topishga yordam bergan edi. Qaynotam meni qachon maqtashni, qachon jim turishni, qachon sovg'a berishni aniq bilardi. Qishning sovug'i tushganda qaynanam davolanish uchun sanatoriyaga ketdi. Uyda faqat ikkimiz qoldik. Bu vaziyatdan qo'rqishim kerak edi, lekin men ichimda boshqacha bir hayajon tuydim. Oqshomlari televizor qarshisida o'tirardik. U menga meva archib berardi. Bilasanmi, dedi u bir kuni kechqurun. Men yoshligimda ko'p xatolar qilganman. Lekin hech qachon birovni majburlamaganman. Ayollar menga o'zlari talpinishgan. Chunki men ularni tinglardim. Erkak kishi ayolni tinglashni bilishi kerak. U menga yaqinroq o'tirdi. Sen eshitilmagan ashulaga o'xshaysan. Sardor, sening qadringga yetmaydi. Agar men yoshroq bo'lganimda. U gapini tugatmadi, lekin ma'nosi aniq edi. Uning qo'llari kaftimdan ushladi, men qarshilik qilmadim. O'sha tunda biz uzoq suhbatlashdik. U o'zining armonlari haqida gapirdi. Men esa ilk bor kimdir meni shunchalik diqqat bilan eshitayotganini his qildim. Qaynotam bilan bo'lgan bu yaqinlik meni o'z domiga tortib ketgandi. Men vijdon azobini his qilardim, tushlarimda ota-onamni ko'rib cho'chib uyg'onardim. Lekin ertasi kuni qaynotamning birgina tabassumi, birgina shirin so'zi barcha shubhalarimni yuvib ketardi. Qaynotam mening aqlimni olgan edi. U shunchaki shahvatparast emasdi, u mohir o'yinchi edi. Meni asta-sekin, shoshilmasdan o'z dunyosiga olib kirdi. Bahor kelishi bilan erim Sardorning qaytishi haqida xabar keldi. Bu xabar meni quvontirish o'rniga dahshatga soldi. Men qanday qilib erimning ko'ziga qarayman? Qaynotam esa xotirjam edi. Hammasi joyida bo'ladi, dedi u ishonch bilan. Biz hech narsani buzmadik. Bu shunchaki ko'ngil yaqinligi. Lekin men bilardim, bu shunchaki ko'ngil yaqinligi emasdi. Bu xiyonatning yomoni, eng yashirin shakli edi. Biz jismonan chegara buzmagan bo'lsak-da, ruhan allaqachon bir-birimizga bog'lanib qolgandik. U meni o'ziga o'rgatib qo'ygandi. Sardor qaytgan kuni uyda bayram bo'ldi. Men kulib turardim, lekin ichim yonardi. Erim meni quchoqlaganda men begona odamni quchoqlagandek bo'ldim. Ko'zlarim beixtiyor qaynotamni qidirdi. Qaynotam esa bir chetda mamnun qiyofada bolasini kuzatardi. O'sha nigohda yana o'sha eski, ayyorona uchqun bor edi. U kishi menga qarab ko'z qisib qo'ydi. Shu ondayoq tushundimki, men bu odamning o'yinchoqiga aylanib bo'lgandim. Uning uchun bu navbatdagi g'alaba, men uchun esa umrbodlik yuk edi. Keyingi oylar davomida ham qaynotam fursat topganda menga o'z e'tiborini ko'rsatib turdi. Sardor yonimizda bo'lsa ham bizning o'rtamizda yashirin til bor edi. Bir qarash, bir tabassum. Bu sir meni yeb bitirardi. Men erimga xiyonat qilmagandek edim, lekin aslida eng katta xiyonatni ko'nglimda qilgandim. Qaynotam haqiqiy babnik ekanligini o'shanda yana bir bor isbotladi. U o'z kelinni ham o'zining jozibasi bilan rom qildi va buni shunday ustalik bilan qildiki, hech kim, hatto ohli ham sezmadi. Men esa o'sha iliq munosabatlar, o'sha shirin so'zlar asirasiga aylandim. Sardorning soddaligi, ishonchi meni yanada ezardi. U otasini hurmat qilardi, meni esa sevardi. Biz esa uning orqasida o'zimizning kichik taqiqlangan dunyomizni yaratgan